Sizlar bergan pullaringni ustun mahsulotni xarid qilmoqchimisiz? Biz taroziga qo'yasiz. Bizdan olayotgan mahsulotni, berayotgan pulingizni bizni mahsulotimiz bosib qo'yadi. Chunki bizda sifat yuqori darajada, kafolat juda ham katta, butun umrli kafolat va narxlar stabillashgan, hattoki optim tannarxlardan arzon narxda. Assalomu alaykum. Zo'r yangiliklar sizlarga. Aynan bir kun ishlagan Honor 400 modelimiz. O'ta noyob, buni rabochisi ham 310 sotiladi. 285 dollarga yangi deb bir kun ishlagan vitrina uchun ochilgan telefon bu rabochiy hisoblanmaydi. Honor X9D 12256 360 turadi. 285 dollarga. Qora rangda, o'ta solidniy uslubda. Redmi Note 14 Pro ga hozirgacha talab yo'q. Qora rangli, ekranlari qayrilgan, mukammal segmentda 200 sotyapmiz. 170 ga qilib beraman. Narxlarimiz xudo xolasa kafolatlangan. A56 5G 245 dollarga absolut yangi holatda qora rangda. Hayratlantirishda davom etgan holatda Honor X9B mustahkam islomiy rangda 155 dollarga, oddiy A90 dan arzon narxga. A13 modelimizni 60 dollarga puliga arziy oladigan mukammal segmentdagi model deb ayta olaman. iPhone 15 Pro ni iPhone 13 Pro narxida 455 dollarga ideal holatda, salgina pastki xatoda qora dog'i bor, bilinmas darajada Radno 128 87%li. 128 100 batareykali iPhone 16 Pro desert rangda narxi 815 dollarga, absolut yangi 900 ga yaqin sotiladi bu holati. iPhone 14 Pro Max'ning shunaqa yangi 28685 Radno sostenasi kelib qoldi. Narxini esa 585 dollarga. Odatda 620-650 dollarlik smartfon 256 83%li 399 dollarga, holati zo'r. Ekranda sal kaltishilgan joyi bor, bilinmas darajada 128 99 199 dollarga. Uzr, iPhone 6 Pro 799 dollarga. 99 batareykali bunaqa arzon narxga bo'lishi imkonsiz deb ayta olaman. Aynan 12 Pro 256 100%lisini chegirma narxda 305 dollarga qilib beraman. 64 GB 75%li holati zo'r 135 dollarga. Oddiy A32 narxida 256 89%li 525 dollarga. Arzon narxda radnoy holatda 256 98%li 949 dollarga. Mijozimiz kecha 17 Pro ga trade qildilar. Aynan bugun sizlarga chegirmada tushadi. Aynan iPhone 1 ni eSIMlar ham o'tgan 90 dan yuqori, xohlagan rangingiz 205 dan katta kalitetsiyaga ekanini ta'kidlab o'taman. Smartfonning kamerasi remont bo'lgan, lekin 256 li 399 dollarga. iPhone 16 Pro 256 94, narxi esa 795 dollarga. Odatda bizda smartfonda muammosi bo'lsa, o'rnida aytib qo'yiladi. Aybni aytilmasdan, qusuri, ya'ni aybi aytilmasdan sotilgan mahsulot musulmonlarga xos savdo bo'lmaydi. Biz baraka omillariga qattiq yondashuvchi va har bir mijozning ustida qayg'uruvchi magazinmiz. Sizlar uchun Audi 6 ni 220 dollarga shunaqangi oq rangda o'ta noyobini taklif etaman. 445 dollarga e'tibor bering, 545 tur sotiladi. Bu Dubay, Koreyadagi, Dubay regionida 23 Ultra o'ta darajada mustahkam. 24 Ultra Dubai 650 dollarga, A24 ni hattoki salafalar olinmagan 120 dollarga, S20 Ultra ni 245 dollarga qora rangda, 22 Ultra ni 365 dollarga burgundiy rangda, 21 Ultra ni 285 dollarga qora rangda, A17 modelimizni 6 ga 118 talik 149 dollarga, xudo xolasa qora rangda, 12 ga 512 talik 680 dollarga, 24 Ultra 24 Plusni sizga chegirma narxda 485 dollarga, S23 Ultrani A+ segmentda 495 dollarga, 530-520 sotilayotganini eslatib o'tgan holatda A54larni 205 dollardan, A55larni 205 dollardan qilib beramiz. Aynan S10 ni 115 dollarga, Note 10 Plusni 155 dollarga, A82 ni 155 dollarga. Narxlar arzon, 290 280 bo'ladi o'zi. 265 dollarga 22 Plus, 189 dollarga Note 13 Pro Plus 5G, hattoki Perfectum ham tushadi. Atiga 62 dollar yoziga A51 ni faqatgina chexolda turgan varianti. Note 10 Pro ni ham 120 sotdik, 115 dollarga. Note 12 Pro 8 ga 256 lik, Note 12 ni yangida holatda 99 dollarga va Redmi 13 ni 90 dollarga ideal variantda taklif etaman. Bizni kun davomida kelgan
qisman tovarlarimiz mana shulardan iborat edi. Ikkinchi filialda o'ta darajada noyobliklarni